Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barchangizni muqaddas Ramazon oyi munosabati bilan chin yurakdan tabriklayman. Ramazon oyi bu saxovat oyi, Ramazon oyi bu barokat oyi. Shu muqaddas oy munosabati bilan Artikov narsachilik xo'jaligi o'z mahsulotlariga katta chegirmadan e'lon qiladi. Ya'ni e'tibor beringlar. Mana shu xalqimiz tomonidan sevib iste'mol qilinadigan oshqozon gastrit yazvi, oshqozon hazm qilish organlari faoliyatiga juda ham foydali bo'lgan, davolashda ham juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan yantoq asalimiz 120 mingdan sotilgan edi. Hozirda 85 mingdan sizga taklif qilinadi. Siz o'ylashingiz mumkin, voy narxi tushibdi, sifatchi. Yo'q, sifat o'sha. Bizda har bir mahsulot laboratoriya tekshiruvidan o'tgan va xaridorlarga ham laboratoriya protokollari taqdim qilinadi. Undan tashqari siz agar sog'lig'ingizda muammo bo'lsa, ro'za tutgan paytingizda immunitet tushishi, holsizlik kuzatilishi mumkin. Agarda siz saharlik, iftorlik dasturxoniga mana shu mahsulotlarimizdan qo'yib iste'mol qilsangiz, sizda immunitet pastligi, holsizlik kuzatilmaydi. Aksiyamizni bor yo'g'i ikkita sharti bor. Juda ham oson. Birinchi sharti, ya'ni bu xarid qilish eng kam miqdori 4,5 kilo, ya'ni 3 litr. Mana shu idishda yetkazib beriladi. Keyingisi esa obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Faqat obunachilar uchun buni. Yetkazib berish deysizmi? Yetkazib berish ham kerak bo'lsa 50% xarajatini o'zimiz qoplaymiz.